Mana qara, sen oyini ko'rgan, shunaqa yasanchoq qilib ketasan. Oyimni mazasi yo'q degani, o'zimga qaramay chiqib ketaman degani emas, odasi. Ayol kishi baribir o'ziga qarab yurish kerak. Ha, aytgancha, buvimizdan ham bog'chadan o'zib olarsiz. Xo'p. Ketdingmi? Ketdik. Ketdi, ota bola, bir aylanamiz. Ha, yaxshimisan? Oying yaxshi ekanmi? Bo'ladi. Mazalari yo'qligiga suvni bo'yiga toza havoga olib chiqdim aylantirgan. Mana biz ham o'g'limiz bilan bog'chadan keyin suvni bo'yiga keldik. Tabiatni qara, chiroyliligi. Onangni ehtiyot qil. Məni qoyur qol demədim sevməsən var